Voy. Va alaykum assalom. Mahmudcha adash oddan tudingmi? Ha, mimi yaxshi. Ha, demi xush xabar ekan-ku. Ha, adash muborak bo'lsin. Ha? Ha, Urumchiga yig'inga boramdi ekansan? Ha? Bek yaxshi bo'pti adash, bek yaxshi bo'pti. Ha? Men sana nima degan? Qilgan ishingning oxir mevasini ko'rsat deganmi, demaganmi? Ha? Ha? Bo'ladi. Men seni Raurs bir mehmon qilib, Urumchiga uzam yo'lga sepib qo'ymoqchiman. Hadi bo'ldi, so'z qilmag'ina adash bo'ldi. Ma'qul. Amsa hozircha xo'sh. Men bir kechdan bir aloqa qilchayamsa. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Mahmudcha Urumchiga boramdik-a? Ha, aka. Uning yozgan bir poch maqolasi. Ha. Ikkinchi darajalik mukofotga erishibdi. Ha. O shu xo'shalligida men telefon uribdi. Do'stimning bu xo'shallik uchun nimabek qo'shib ketib borma aka. Amaliyatingni ifodala. Haqiqiy do'st degan mana mushundaq vaqtda beriladi. Ma'qul aka. Ey, Qaysarjon. O. Kallamga manda bir o'y kelyapti. Mahmudjonni kentimizning qiraatxonasiga mas'ul qilish to'g'riliq Yasin sekretar bilan bir paranglish baqaymi ya? Ajab yaxshi gap qilding aka. Ajab yaxshi gap qilding. Bu shundoq beqig'ina. Hey? Aka. Ha. Lekin Mahmudjon yo kanatdan qodir emas. Uning ustiga sen mal zavodni ishira solaman deganda qilyapsan. Qanday bo'lar? To'g'ri. Bu tarafimi borligini. Men kentkilar bilan bir paranglish baqay. Bir yo'li chiqib qola. Qandaq bo'lmasin, Mahmudjonni bir qaddi ko'tarilgidek bir ishga qo'ymasak bo'lmas. Ma'qul aka. Kasa kebab, kasa. Kebab. Mana pishib ketdi-ku. Hey, Mahmudjon. O'tganda mukofotga erishgan maqolangning mavzusi nimada? İtizden yığılgan suluy parçalardan qaytib paylanish degan maqola edish. Buni Fan texnika jurnalining oldinqisida 6-songa besilgan. Hozir naq dehqonlar asqatadigan texnika ekan bu. Shunday qilib yig'inning chiqimlarini ko'taradigan bo'ldimi yo? Ha. Aeroplan biletini zakaz qilib qo'yibdi. Ha. 5000 ko'y naq pul mukofot yertga. Bek yaxshi bo'pti, adash, bek yaxshi bo'pti. Shunday qilib qachonroq menga deysa? O'g'illik aytgan soat 6da adash. Unda bo'lsa o'g'illik aytgan soat 6da men uyingga boray. Shuna? Hey, ras, o Osiguldan telefonlashdingmi? Telefon qilgan adash. O'zim qat'iy ammadim. Shuni o'ylaymanmi? Bo'ptilar deb judim. Adash, ma ishing bo'lmabdi juma. Sen uyga izlab berib, bu xo'shallik xabarni uningga da. O o'ngil shunda xo'shuludi. Ey adash, raskanni qilsam baqo. Ma Osigulni ekilishdan eng yaxshi fursat juma. Endi eliqi 5000 ko'y pulni talashib yurishning o'rni qolmabdi. Shundigina onun ustiga qaradash. Oyog'imdan buydi bo'tdi. Estağfurullah. Ma 5000 ko'y pul. Ad ishlatib to'g'in. Asigilmo dukanni ichib olsin. Keyin pul topganda qaytarasan, adash. Ma pulni sen ol. Ko'nglingga rahmat adash. Hamda men biroz qarz o'g'im yo'q degina. Onun ustiga sen patlar to'y qilsa, pul lozim bo'ladi. Hey. Tula tiriktumay. Ma oldiganiga ola. Men texi hozir to'y ishini o'ylab baqmadim. Ma pulni olmasang sen ikkinchi izlamayman juma. Ola. Unda bo'lsa rahmat etasan. Arzimaydi adash, takalluf qilmoqna. Aras. Men sening gapingni akamga degandim. Ha. Ma 5000 ko'y pulni akam berdi. Ha. Ma akam yaqinda zavod qurmoqchi emasmidi? Ha. Seni zavod taklif qilaman deydi texe. Keldi. Rahmat. Ola. Voy, ben
Unda men asqatanmanmi? Albatta asqat senda. O zavod ishlash uchunmi? Bilimlik texniklar ketadi emasmi adash? Unda bo'lsa adash. Har qanday ish bo'lsa, men qila olaman adash. Endi shu bulto hamkorlik kooperativ qurgan vaqtida qishimdagi pul yetmay qolib, qatnashamay qolgandim adash. Adash o'tgan ishlar o'tib ketdi. Araz, akam texe, kanatning qiraatxonasining ishini qilish uchunmi kanat masalalarini ko'rishyotdi. Bu ishmi uzoqqama hal qilgan şey qilma. Oshtama? Ha. Ajab yaxshi. Kela. Mana. Ayağlarını ekmek yaxşı qıpsa cuma adaş. Shu emasmi? Ham bigan Urumchi ma'non bo'lgandan keyin oqshom cho'ng gapirib qo'ygan. Köpçülük, bu nimişto dep qalmanglar. Neçe vaqtdan biz turli sabablar tufaylidan kentimizning qiraatxonasidan unumli foydalana olmagaydik. Bu qatam dehqon qarindoshlarimizning kitob o'qish qizg'inligini yuqori ko'tarish va ularga qulaylik yaratib berish uchun qiraatxonamizni dehqonlar madaniyat markazining oldiga etishni qaror qildik. Bu qiraatxonaga enimiz Mahmudjonni mas'ul qildik. Qarindoshlar, bo'sh vaqtimiz bo'lsa, qirt o'ynaganning o'rniga kelib kitob o'qiylik. Ilm fan orqali o'zimizni qurollantiraylik. Besh yo'lga yurish qilaylik. Ko'pchilik bilmasliginlar mumkin. Elimiz Mahmudjonning yaqin yozgan bir poch maqolasi Abnum rayonimiz bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishib, kentimizga, yezimizga, shunaqla shahrimizga shon sharaf keltirdi. Bir dehqon yigitning mandaq sharafga erishmiki oson emas. Mahmudjon yezimizning, kentimizning, shunaqla barliq shahar yoshlarimizning o'rganish o'lgisi. Barliq yoshlar Mahmudjonni o'lgi qilib, chorvachilik, dehqonchilik, bog'lanchilikqa oid bilimlarni tirishib o'rganib, zamonga loyiq dehqon bo'lish, fan texnikaga tayinib besh yo'lda tirishib, balduroq holliq saviyaga yetishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qaranglardan yana Mahmudjonga o'xshash yigitlarning qancha ko'p chiqsa, biz barliq kuchimiz bilan qo'llaymiz. Qarindoshlar, men gapga ancha usta emas. Shunga ikki og'izdan gap qilay. Hozir dunyo shunda tez surat taraqqiy qilmoqda. Ishkiri o'lkaning taraqqiyotini bizdan jiq oldida. Shunga elimizning siyosat qonun tuzumlaridan xabardor bo'lib turishimiz,
Fen texnikadan foydalanib besh yo'lga minishimiz. Madaniyatlik, safoliq dehqon bo'lishimiz uchun kitob o'qiylik. Sizlar bilan har vaqt izsanglar, qo'lim ko'ksimda. Aka, Mahmudjon Maqratxonning ishidan bo'lib ketib qolsa, sizning zavodning berib olmay qolarmi? Mahmudjon hozircha Maqratxonning ishlarini bir tartibga tursin. Keyinchani kentimizdan Mahmudjondek kitobxumor, bir qiroatxona ocha oladigan bir odam chiqar. Voy, men kep bo'ldim. Qandaroq yaxshi ketib qoramizlar. Kelganda bir ko'rishamiz ya. Voy, men keldim bu. O'ynab kelamiz birpada. Dadisi, Qaysarjonning to'y ishi yiqilishib qolgandek turdi. Eliq Farida degan qizmi, xili yomon emas ekan. Qaysarjondan u qizning ota-onasini so'rsam, xil belanqaq deydi. Anası en muhimi ko'ngil. Ularning bir-biriga ko'ngli bormi ekan? Qaysarjonning gap so'zlaridan bilmilmi? Mening yoshlarning ko'nglini bildigan vaqtim o'tib ketgan. O qiz o'tgan qitim doktorxonaga Qaysarjonning ko'ygini olgan vaqtda men bir qarabla bilgandim. Sizlar bu ishda mendan yomonroq. Qaysarjon to'y qilib qolsa uyni nada tutsa bo'lar? Silishga. Meningcha biz bilan birga o'ttasi bo'lamdiki. Ayrim o'ttirman deb qolsa, ya yangi uy bersak bo'ladi, ya ijara o'ttasi bo'ladi. Uy biril deb qolsak, damallaq sel kuchab qolamiz. Ijara o'ttasin desak, topqan pul ijara ketib, yo'ljimaydi. Biz bilan birga turish qiray, bamkan zada. Hozircha toz bir qarorga kelmagandek turdi. To'y degan ikki odamning ishi. Ehtimol qizning rayini o'ylayotgan bo'lsa kerak. Endi bolalarning rayiga vaqsaq, o'zi bilgan senemga deseydi o dadisi. Qaysarjon bolaning kendisi. Eng yaxshisi biz bilan birga tursin. Ayrim uy tutdim deb qas keyin bo'lib qilib qo'ymamdoq. O'zi bir nimasi yaxshi bo'ladi. Bolam biz bilan birga turinglar desam yo'q deymidi-ku. Albatta siz bilan bizning og'zimiz qaraydi. Shunda qilaylik emasa. Birga turaylik. Qasam tutib bersak ular. Ey kangrigo. Öy degan-go kangri. Endi o'ziga ayrim ikki qiz uyni bezab bersak bo'lmaydimi? Sening shu. Bu bola cho'ng shaharda o'qidi. Hozirgi bolalar sel dog'vaz. Tuzigrak bir uyni deb jobdi bersak bo'lamdiki. Yetib qo'yotgan uyni yig'ishib bersak bo'lmamdi. U uy sel kichik. Emasa seningcha qaysi uy bo'lar? Meningcha Qosimjon Rushangul yetib qo'yayotgan uyni tuzashtirib bersak bo'lamdik deyman. Qosimjonlichu. Ular bu uyga ko'na. Hammasi o'zining uydek. Amroq bolanga yon besyapsizlar. Voy, nima deydi g'allada desa, hammasi mening amroq bolalarim. Hammasi men qonimni yirib chiqqan bolalar. Endi yangi to'y qilgandikan, yangi o'yin tutib tursinmikin deb o'ylabdim. Deganingga o'rinliq. Qosimjonlar nima-da? Yaxshiroq tushundirsak boshqa bilmayman demas. Man bilmaday. Qaysar! Man qazab beraman-da. To'y?
Zeytuna? Yaxshimsan, Qaysar? Yaxshi. O'zing yaxshidingmi? Yaxshi. O'qish bitirib bo'ldingmi? Ha. Nima ishlayapsan? Shu akam dehqonlar hamkorlik kooperativ qurganda, hozir fer ishlayapman. Dehqonlar hamkorlik kooperativ ishlayaptimi? Da. Ha. Bir chaqlarda ajab ayıplab ketib qolgansan meni. Oliy maktabni bitirib, kelgan yering yana mush yezibdi-ku. Taqdirga ajoyib a. Men sana deb qo'yay. Men nimada bo'lmasin, oliy maktabni a'lo natija bilan bitirib keldim. Sana o'xshash yerim yo'lda to'xtab qolmadim. Shuncha yil o'tdi ikkimiz ko'rishmaginiga. Ajab zaharing sanjib ketdim. Hey? Avval zahar sanjigan kim o? Men rost gapni qildim shu. Sen bilan bir yurtliq, savoqdash bo'lib o'qib qolganga meni pushaymon qildirib etding bu sen. Bo'ldilar. Bir obdan kelsa, meni yana qilgan azroq ishlarim bordi. Shu ishimni qilolay. Telefon nomerim o'zgardi, Aqchan. Ha, o'zgardi. Dapagan o'miz bo'pti, xo'sh. Qasımcan. Balam sana bir məsləhət vardı. Qaysarcan'ın tunuş meselesini oylaştırgan şaq gap qaldı. Onun toyunu qıysaq, muş qorodu otlamısak olmaydı. Yaxşı o. O kichik kelin Roşengül bilan ipiyang bo'lib, aqasonning xizmatini qilsa bundan yaxshi bo'lamdi da. Oo. Şundaq. Osuğu hemimiz dağıntı billa ottağan bolsak yaxşı oldu. Lekin undaq şeygani bolmaydı ki. Uşkanın toyu bolsa bu qoroda zat qançalik oturdu. Onu mu bizim degini bolmaydı. Dada, hozir shahar deganda bino uy qimmat. Uning ustiga bunda bog' o'yinliq uy degan bino uydan ming yaxshi. Shunda mana. O'ltiribamda nima qilib chiqib ketdi? Anan bilan ikkimiz maslahatlashib. Sening o'tirayotgan uyingni ufqanga rastlab beraylik da'vatimiz. Nima? Qaysar o'yda o'ltasa, biz nada o'tiramiz? Chiqib ketamizmi? Bolam, ne bilan da'vat qilsan? Bu uydan hech kim sizlarni eydigini yo'q-ku. Bir mezgillar Qaysar o'rtaga uyda o'tirib turibsizlar. Sizlar bizni ma o'yinni bekalanglar demoqchimi? Nim deydigansa, bola. Dada, men Qaysardan uy talashmayman. Lekin ma uyni kim soldi? Shuni obdaroq o'ylab beqinglar. Voy bolam, nima deganing bu? Sizlar hech kimning bu uydan eydigini yo'q-ku. Faqat Qaysarjon to'y qilgandan keyin cho'ngroq uyda o'tdasin dedik shu. Ana, Qaysar to'y qilib cho'ng uyda o'tirdi. Biz uchchan ish kichik uyda o'tiramda. Mushunda qilsak muvaffaq bo'lamda. Va undan bo'ldi biz bu uydan ko'chib chiqib ketilar. Bolam, nimdaq ta'tillik qilsa, bizning tek ko'zimizning yumulg'ini yo'q-ku. Qaysarmo sening qirinishingga. Uningga bir turmush lozim. U o'ylik uşaqliq bo'lsa, nerede oturdu? Dep baqa? Dada, ma uyni sağanda Qaysar bir apaç keçekni bir yo'tkab yiqitganmi? Birachilak bir layni to'shib beribganmi? Hey balam, u vaqtida ufqam Urumchida o'qiyotdi emasmi? Ha, shu. Baji Japani Qosimaxon bilan Ro'shanxon tortgan dada. Odamni bunda qo'shig'ini esidan gapni qilmanglar, qasinglar. Qaymoqim bilan ikkilning to'yini qildik. Sizlarning turmushinglar allaqachon bir iziga chiqib qoldi. Buningdan biz bek muxshal. Tutqulimizning mağdur başaqda Qaysarning turmushini bir taraf qilib o'tayli da'vatimiz. Qosimjon, dadam to'g'ri deydi. Qaysarjon to'y qilgandan keyin cho'ngroq uyni jabdib bermasak bo'lmaydi. Mushta cho'ng qoroda o'ltirib Qaysarjon to'y qilgandan keyin kichik uyga kirib qo'ysa qamlashmas aqchan. Uning ustiga Qaysarjon to'y qilib bo'lgandan keyin bu yer turamdi, ya shahar turamdi. Buni hech qaysimiz bilmaymiz. Shunda mana, shunda.
Kız aşmaqının kız Zeytun ama. Ha, men Zeytun. Men tanımay qaptım, meni mundaq o'zgarib ketdingiz. Xuddi chet ellik qiz o'xshaydi deb o'ylab qaptım. Dadam anamlar xabar qilmayli kelgandim. Ular uyda yo'qtirdi. Bir ay ketganmidi? Siz de uqmadingizmi? Nimani? Bir ish bo'ldimi? Hech bo'lmadi. Azroq ishim bor men menga ya. Hay. Ana. Oy Zeytune. Oy balam. Bu sen mi? Oy canım balam. Oy rahatsız sen mi canım balam? Oy canım balam. Tatlı balam. Aslandan düştün mü yerde mi tuyuksuz peyda olup kaldın bu? Rahatsız sen mi balam? Yaxşıdın ana. Yaxşı. Dadamçı. Dadam. Balam öyle kireyli. Onun bütün gepleşeriz mahri. Dadamı tutup gitti. Etdiyende keç esiyadan boşanadın Sinafka. Ha? Uning tatsa aka buni. Ben hazır işe gap qilmadim, sana gap qilyapman. Bo'ldi aka. Anlap baqa. Çarpayla nima deydi? Men mərəb o'ylanib bir hafta geri qasıraq bundan bəsən olmamda. Boya ot seppagandim, ishimni qilib qo'yam men. To'xta. Qo'yam abirmanmi? Nima bo'ldi? Yen nim bo'ldi deysan qo'y, ha? Ma qo'ykanil oshliqdan uylay debdi. Sen mushuning adam bo'lgandan keyin birim sepasan olmanda alna. Aka, ma shu muhim bir materiallarni ko'rayotgan kompyuterdan hozir. Pul berma abjimangni. Sen qachongacha mushuni tirtaqlik qilib o'tsan, ha? Men bir kun bo'lmaganqa ma qo'ykanil oshliqdan uylay debdi qo'y. Naring uqaval seni, ha? Shuningim shuncha chechilish ketamda aka. Hozir seppasam bo'ladi ana. Ya, nimani seppirsa, qasodni seppirsa? Ha? Nimani bilsan sen? Hechnimani bilmaysan mana. Oldingda tayyor tamoq. To'y qilsang tayyor uy, ha? Sen hammaga tayyor g'iyo bo'lmoqchi. Shundami? Aka, nimalarni deyapsiz? Tushunmadim men hech nimani. Sen to'l xubsalliqmi Juma? Sen mening ufkam Juma sen. Hey, sen dadam bilan onamning beshini qaymoqtirib, meni ma uydan haydab chiqarmoqchi, ha? Esingda bo'lsin Juma, ma uyni men saqan. Sening bir pullik haqqing yo'q. Voy aka, nimalarni deyapsiz? Mazda qachon uydan chiqarib yutma dedim. Hey! Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi. Biladigan sen?
Sen dadam anamның beşini qaydamısan, senin depini hergiz çalmaydı. Ha, senin meni ma'ödün qo'g'lab chiqarib etching, xam xiyal juma. Ey, sen oliy maktabda men o'qitgan juma men. Bilasiz shuni? Ha? Haqli yo'q. Mana akal o'tirib ketdi. Ziyade! Mana qo'tan ayanda. Tuyuqsiz yuqırdan adam kelib dadağını tekşürdü. Başqalardan anılsa xiyanat qıptı degen gaplarım tarılıb ketdi. Şunun bilan Barat degen uşuq, kökəmə dadağının üstüdən xizmət grupskilərə ərz qıptı. Dadağın açıqıdı paylamay Barat bilan soquşdu. Çavaq bir qoldan çıxmaydı deb Barat degen kökəmə meni urdi deb yetib alsa dadağını tutub ketdi. Əməliyat bu işlərin hamısını keltirib çıxarğan Sadık degen qolça. Mən qaqşıdım, yığladım. Nayıga yerib sürüştürsəm, tekşürüvatimiz deb qaytırıb etdi. Mağın nim deb xabar qilmaysizlar deyman. Sana qandaq xabar qilaman? Ha? Senin hech qandaq izdergin olmasa, yoki telefon numarang bo'lmasa, 2 yildan beri seni bilmasak biz, nadiligini. Başqalarning og'zidan seni ishkirdikan, ishkirdik bir bezmaxonada usul o'ynab o'tibdi degan gapni angladik. İzladın ölmedik, onun berisi olduk. Dadam seni izlab ishkirdik 2 qatim berib topolmay qaytib keldi. Ishkirlik yo'liga sap qo'ydikmi? Ha? İzleyerek yo'qab ketdikmi? Biz senin telefon numarangni almashtirib etdikmi? Hammani bizdan ko'ramsa, hammani qilgan o'zing. Deb baqa. Hay to'xta deymi? Hay to'xta deymi? Endi ben boşda dadamның ko'ngliga chirib chiqsam, meni cho'ng uydan chiqarib deb, uyga qaysarni ega qilmoqchi o'xshaydi. Endi siz o'zingiz bilasizlar. Men ma uyni selib, mo'shinchilik qilib qo'ygan nurg'un jafo tortdim. Shunda. Men yana endi bir yerda 4 damni uyri qilib, jahonni jahon qilib qo'ygan nemish bo'lib ketdi da'lar. Shu. Endi mo'shda senga bir maslahat ko'rsatamdiki, deyishim Sodiqcha. Hey! Balın yalnız taşlap koyup nerede adam? Qo'shnilarnikiga chiqib kirgandim. Shundamizda uyqab ketamsa? Balık bir şokqas qanday qilsa? Ha? Azizane diyorim var. Vay! Haştede